Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun atdigan janvada xeyli qattiq yomg'ir yoqqan edi. Tushdan keyin havo ichilib, anglayotganinglardek qushlar xandan urib, ko'ngillarni shodlantirmoqda. Bu yil, ya'ni 2023-yil 5-oyning 1-kuni biz har birimiz esimizde saqlashga tegishlik qutlug' bir kun. Bu kun xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan dangliq yozuvchi, shoir, mukammal adib Abdurim O'tkir apandi tavalludining 100 yillik xotira kuni. Bundan 3 yil ilgari men kitap o'qish munbirimizda Abdurim O'tkir va iz degan temada yozilgan oddiy bir maqolamni yo'llagan edim. Bugun qarab baqsam, bu asarni 1400 qarindishimiz anglabdi. Aytib xursand bo'ldim. Bugunki bu xotira kunda yanalam shu asarni o'zingizlarga qayta bir o'qib berishni muvaffaq ko'rdim. Chunki bu asarda garchi oddiy bo'g'ini bilan Abdurim O'tkir apandi o'z og'zi bilan aytgan shundoq ta'sirli bayonlar bor. Albatta, bu bayonlarni men yozuvchilar bilan suhbat degan kitobdan foydalangan. Xudoyim buyursa, keyin bu kitobdagi amaliy ziyorat xotirasini yana o'zingizlarga ayrim o'qib sunaman. Xo'sh, bu maqolam sal uzunroqdi. Bugunki bu alohida tabrik kunida men sal qisqartib o'qib berishni muvaffaq etdim. Oldi bilan Abdurim O'tkir apandi kim? Buni albatta biladiganlar nihoyatda ko'p. Bilmaydiganlar yo'q deyarlik. Shundaqku? Abdurim O'tkir degan bu ismni anglaganda marhum olimga yüreklerining cho'nqir qatlamlaridan eng oliy ehtiromlari bildirmay tura oladigan bir Uyg'ur bo'lmasi kerak. Abdurim O'tkir apandi Uyg'ur xalqining qalb to'ridan o'rin olgan kamolatlik ilm ahli, talantli yozuvchi, shoir va yuksak hurmatga sazovor jamoat arbobi. Abdurim O'tkir apandi 1923-yili 1-may Qumulda bir tijoratchi oilasida dunyoga kelgan. 1995-yili 5-oktyabr Ürümchida kasal sababidan 72 yoshida olamdan o'tgan. Abdurim O'tkir apandining bolalik davri qori yetimlik bilan boshlandi. O 1 yoshida onasidan yetim qoldi. 4 yoshida dadasi tugab ketdi. Dadasi Atush Tijanlik Tilash begim degan kishi bo'lib, yosh chog'larida Qumul diyori va ishki o'lkalarda savdo tijoratlari bilan mashg'ul bo'lgan tijoratchi kishi edi. Shu jarayonda Tilash begim Qumul mo'tivarlaridan Osman Hoji degan kishi bilan yaqin do'stlik o'rnatgan edi. Osman Hoji tijoratga mohir, ishki o'lkalarda va chet ellarda yurib ko'zi ichilgan ma'rifatparvar kishi edi. Tilash begim olamdan o'tar chaqda Abdurim O'tkir apandini Osman Hojiga o'g'illikqa berib etdi. Ömrida farzand yuzi ko'rmagan Osman Hoji Abdurim O'tkir apandini o'z o'g'ilda ko'rib yaxshi tarbiyalaydi. Bo'libmi o'qishiga nihoyat ko'ngil bo'ldi. Qumul xalqining zolim jinshurin hokimiyatiga qarshi qo'zg'oloni portlaganda Jallod Shimsay Ürümchidan nurg'un cherik bilan kelib, Qumulda qonliq qirg'inchilik bostirish ilib bordi. Hamma yerni jaholat qoplab, kishilar taraf-tarafga qichishga boshlaydi. Abdurim O'tkir apandining oilasimi Gansuga qichib berib, shu yerda bir mezgil turib qoldi. Abdurim O'tkir apandining o'gay opasining onasi Marixan ana nihoyatda bilimlik ayol edi. O Abdurim O'tkir apandining diniy savodi chiqib bo'lishi bilanla uningga Qur'ondan boshqa kitoblarni o'qishni o'rgatdi.
Supi Allah yar degan nazmiy kitobni Abdurim O'tkir apandi 1 yilda o'qib bo'ldi. Shuning bilan birga momisi uningga yana kitobdagi she'rlarni to'liq yodlatdi. Temir xalifa yig'liqi va boshqa nurg'un tarixiy voqealarni so'zlab berdi. Abdurim O'tkir apandining deyishicha, dadasi Osman Hojim Qomul dehqonlar qo'zg'olonining yetakchilaridan biri bo'lib, Xo'janiyaz Hojim bilan janubga ketib, uyda bo'lmagan chaqlarda kichik tog'isi uni doim o'qishdan qoldirib, poda beqishga chiqarib etadi ekan. U to'ygichi Barat bova bilan poda baqadi ekan. Barat bova xalq tiliga nihoyatda boy, hikoya, cho'chaklarga nihoyatda usta odam bo'lib, har qanday gapni maqol, tamsillar bilan so'zlaydigan kishi ekan. Barat bova Abdurim O'tkir apandiga nurg'un voqealarni so'zlab bergan va ko'p narsalarni o'rgatgan ekan. Abdurim O'tkir apandining balalik chog'larida beshidan kechirgan bu kashmishlari yumron qalbiga muhr bo'lib besilgan hamda keyingi ijodiy faoliyatlarda nihoyatda muhim rol o'ynagan. Qomul dehqonlar qo'zg'oloni g'alaba qilgandan keyin 1934-yili Abdurim O'tkir apandi oilasidagilar bilan Uchturqonga ko'chib keladi. Abdurim O'tkir apandi u yerdagi fanniy maktabga kirib o'qiydi. Uning xat savodi chiqib bo'lg'ashqa ham hisobdimi yaxshi bo'lg'ashqa biroqla 5-yilga kirib o'qiydi. 1935-yili bu maktabni bitirib, Aqsudagi Darul Mualliminga o'qishga kirib, 1936-yili bu maktabni bitirib, yana Uchturqonga qaytib keladi. Shu yilning oxiri Urumchiga kelib, o'lkalik 1-o'rta maktabga imtihon berib o'tib, o'qishni boshlaydi. Urumchidagi bu maktabda sobiq Sovet ittifoqida o'qib qaytgan tunji turkumdagi Uyg'ur o'qituvchilar bo'lib, ularning Toshkentdan kelgan kitoblari o'quvchilar uchun to'limi qimmatli boylik hisoblanadi. Shu chaqlarda Abdurim O'tkir apandi Rossiya adabiyotining vakillari Pushkin, Tolstoy va sobiq Sovet ittifoqi Uyg'ur adabiyotining bayroqdorlaridan Ömer Muhammad, Turdi Hasan qatorliqlarning asarlari bilan tanishdi. 1939-yili yozda to'liq o'ttirni bitirdi va shu yili kuzda ana diyorimizga eng oliy bilim yurti bo'lgan Xinjiang institutining pedagogika fakultetiga o'qishga kirdi. Shu yillarda Jallod Shingsay nihoyatda ilg'or shaxs qatorida o'tirg'a chiqib, ilm-fan o'rganishni, ilg'orlikni tashabbus qiladi. Amaliyotda bu uning ilg'or kishilarni shallash nayranga bo'lib, uzun o'tmayla har qaysi joylardagi ilg'or muallim va boshqa avangard kishilardan bo'lib, bir necha ming kishini tutib turmaga tashlaydi. Shu kishilar qatorida Abdurim O'tkir apandining dadasi Osman Hojimmi Xo'janiyaz Hoji qatorliq ilg'or zotlar bilan birga tutiladi. Mol-mulki musodir qilinadi. Tutqun qilinganlarning farzandlari bo'lsa, xoinning bolasi bo'lish sababli ko'p riyozat chekishga, ya'ni ishda bo'lsa ishdan haydilib, o'qishda bo'lsa maktabdan qo'g'linib, yaqin yurtlarga surgun qilinadi. Shu vaqtki maktab mudirining araga tushishi bilan Abdurim O'tkir apandi beqib elingan bola Osman boyning o'z bolasi emas deb qarilib, shu qitimliq surgundan aman qoladi. Lekin familiyasini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Shuning bilan Abdurim O'tkir apandi o'z dadasi Tilash Hojimning ismini qo'llanib, familiyasini Tilashov deb o'zgartib, gesti e'lon qildi. Abdurim O'tkir apandi 1942-yili Xinjiang institutini bitirib, o'lkalik qizlar o'rta maktabining adabiyot o'qituvchiligiga taqsim qilinadi. Ham shu yili umrlik hamrohi bo'lgan Xalcham Appay bilan to'y qiladi. Shu yillari Abdurim O'tkir apandi bilan Lutfulla Mutallib apandi tanishib, yaqin do'stlardan bo'lib qoladi. Hatto bir-biriga adabiy taxallus hadiya qiladi. Lutfulla Mutallib apandi O'tkir degan taxallusni, Abdurim O'tkir apandi bo'lsa Qaynam degan taxallusni berdi. Keyin Lutfulla Mutallib apandi Qaynamga o'r kishini qo'shib
qaynam o'rkishi degan taqallusni ishlatadi. Abdurim O'tkir bo'lsa, asarlarini A.T. O'tkir imzosi bo'yicha e'lon qilishga boshlaydi. Bir 1944-yili martda Abdurim O'tkir apandi siyosiy mahbus qatorida turmaga tashlandi. Uning gunohi mavjud ijtimoiy tuzumga bo'lgan noroziligi, ya'ni sobiq Sovet ittifoqida chiqadigan ham noiti maxfiy yo'llar bilan qo'lga tekkan bir qism Uyg'urcha jurnallardagi milliy ruhni urg'itadigan she'r va maqolalarni o'zi o'qib qolmay, yana o'quvchilarga o'qib berish, o'quvchilarga millatparvarlik ideyasini singdirish bo'lgan. O zamanlarda biroz ilg'or fikrlik bo'lganligi har qanday biri turmaga tashlangan. Hatto o'rta maktabda o'qiyotgan yosh o'smirlarmi tutqun qilinib, turmalarga qamalgan edi. Turmadagilarning hayoti bo'lsa, bir o'chim jallodning qo'lida bo'lib, turmaga kirgan odamning tirik chiqishidan asosan umid yo'q edi. Jallod Shingsay vahshiylikda shu darajaga yetganki, o'zi ishga ketishdan ilgari hatto barliq turmalarga o't qo'yib, hamma mahbuslarni biroqla ko'ydirib ketishni planlab, benzin tonlarini kamerlarning ishiga akilib qo'ygan ekan. Baxtga yarasha bu qonxo'r jallod belgilangan vaqtdan ilgari ishga ketishga majbur bo'lib, bu qora niyatini ishga oshira olmaydi. Necha minglagan mahbuslar qatorida Abdurim O'tkir afandimi hayot qoldi. Abdurim O'tkir apandi turmadagi chog'larda shu viloyat inqilobi partlaydi. Turmadagi gunohkorlar ichidan tanlanib, mahbuslarga osh tomoq tarqatadigan xizmatchilar orqali shu viloyat inqilobi haqidagi uchurlardan ancha-muncha xabardor bo'lib turadi. Abdurim O'tkir apandining so'zlab berishicha, shu viloyat inqilobining yalqonlari Manas daryosi bo'yiga kelganda, Gominning aksiyatchilari siyosiy nayrang ishiltib, ommaning ko'zini bo'yash uchun bir qism ziyolilarni 1945-yilning aprel oylarida turmadan bo'shatdi. Turmadan qo'yib berilgan 10 necha ming kishi qatorida Abdurim O'tkir apandimi turmadan chiqdi. Urumchida turish xatarlik bo'lg'achqa turmadan qo'yib berilgan hamon Qumulga ketgan rafiqasi Xalcham Tilashova xonimni yo'qlash bahonasi bilan Qumulga ketdi. Xalcham Tilashova xonimning Qumul adabiyoti jurnalida e'lon qilgan marhum Qadinasim Abdurim O'tkirni aslayman sarlavalik yozmasiga asoslanganda 1949-yili Abdurim O'tkir apandi o'lkalik hukumatga muavin bosh kotiblik vazifasiga tayinlandi. Lekin hukumat ishlaridagi nohaqchiliklarga, hukumat amaldorlarining poraxo'rliklariga chidamay vazifasidan tezda istifa berdi. Menimcha bu yerda eliqi she'r ism kelyapti, Xajla degan she'r. Keyin kitob o'qishmon berimizda bu she'rni cho'qim bir o'qib berdim. Baya Manas daryosining gapi bo'lgan vaqtida albatta Ili suvlari degan she'r esimga keldi. Bu she'rni kitob o'qishmon berimizda bir anglasanglar bo'ladi. Xo'sh, davomlashtiray. Gaparlab ketib qoldim. 1950-yildan 1970-yillarning oxirlarigacha Abdurim O'tkir apandi ham oilasi sarsonlikda, qattiq rejim ostida yashaydi. Abdurim O'tkir apandi turmalarga yotdi, emgak bilan chidib turish maydonlarida og'ir jismoniy emgaklarga soldirildi. Hatto yog'ochchilikmi qiladi. Ayni chaqda Abdurim O'tkir apandi bilan Urumchida tam qo'shni bo'lib o'ltirgan. Hozir Shveysariyada o'ltirishliq Anvar akaning shu qabohatlik yillarni eslab so'zlab berishicha 1970-yillarning boshlarida Anvar aka bir mezgil Abdurim O'tkir apandiga yog'ochchilik o'rganishga shogird bo'lgan ekan. Anvar akaning deb berishicha chiroyli yog'och o'rindiqlarni yasab bozorlarga elib chiqib sotatdik. O'tkir apandi jimg'or, lekin tinimsiz kishi edi.
gapni oz qiladi, ammo to'xtamay bir ishlarni qilib yuradi. Shu yillarda yezish ham asar e'lon qilish huquqi cheklangan Abdurim O'tkir apandi sukutda turish yo'lini tanlagan. 1980-yildan e'tiboran Abnum Rayonluq İctimai Fanlar Akademiyasining Millatlar Adabiyoti institutida tadqiqotchi bo'lib ishlashni boshlagan. Abdurim O'tkir apandi yaqinqi zamon Uyg'ur adabiyotining muhim vakillaridan biri. Biz uning jafoliq adabiy ijodiyat yo'liga nazarimizni og'dirganimizda, uning xalqimiz uchun naqadar qimmatli yodgorliklarni qoldirib ketganligini hurmat bilan ta'riflamay tura olmaymiz. Abdurim O'tkir apandi oliy maktabda o'qiyotgan chog'larida maktab tamkestirga ancha-muncha she'rlarni yozib turgan. Lekin u o'zini faqat 1940-yillardan boshlab rasmiy she'r yozishga boshlagan deb qaraydi. Abdurim O'tkir apandining nashr qilinib tarqitilgan asarlaridan Yurak mo'nglari, Tarim bo'ylari va Umr manzillari nomli 3 she'r to'plami, Qashqar kechasi, Ulug' ona haqida cho'chak nomli 2 doston, Iz va Uyg'ongan zamin nomli 2 parcha tarixiy romani bor. Abdurim O'tkir apandining Xanzu, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turk, Rus va ingliz tillariga tarjim qilingan she'ri va dostonlari nihoyatda ko'p. Iz romani turkcha va yaponchaga tarjim qilinib nashr qilingan. Abdurim O'tkir apandi yana Uyg'ur tarixidagi 2 angushtar turk tillar divoni bilan Qutatqu bilikning hozirgi zamon Uyg'ur tilida nashrga tayyorlanishi ham nashrdan chiqishiga zo'r to'hfalarni qo'shgan. 12 muqam ilmiy jamiyati, Qutatqu bilik ilmiy jamiyati, Alisher Navoiy tadqiqot jamiyati qatorliq ilmiy tadqiqot jamiyatlarining qurilishida turtkilik rol o'ynagan. Muqam ustozi Aman-Nisa xonning haykalini qatirish Uyg'ur tarixidagi eng muhim shaxslarning biri Mahmud Qashqariyning qabrisini qayta yasashga o'xshash Uyg'urlarning milliy g'urur va iftixorlik tuyg'usini urg'utadigan madaniy meroslarimizning bugungi kundagi yaldamilarining yo'qlikdan barliqqa kelishi va asrab qo'g'dalishi uchunmi ko'p mehnat singdirgan. Abdurim O'tkir apandi Uyg'ur til adabiyoti, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixi ustidagi tadqiqotlar asosida ko'plagan ilmiy tadqiqot maqolalarini e'lon qilgan. Bu maqolalar davlat ichi va sirtidagi ilmiy muhokama yig'inlarida so'zlangan ham mutaxassislarning yuqori bahosiga erishgan. Ro'shanki Abdurim O'tkir apandining adabiy ijodiyatlari va ilmiy tadqiqot maqolalari Uyg'ur adabiyoti, jumladan Uyg'ur romanchiligi va Uyg'ur she'riyati, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atini tadqiq qilishda nihoyat yuqori ilmiy qimmatga ega. Xo'sh, bu maqolamning 2 bo'limida men Iz nomli she'r va Iz romani ustida to'xtalib, bo'libmi Iz romanini qisqacha bir tanishtirgandim. Bu yerda qayta takrorlamay, ammo Iz nomli bu she'r menga nihoyatda tonish, xuddi azaldan yodga biladigandak his qilaman. Qizimning chuchuk tillari chiqqan vaqtdan boshlabla tunji qitim o'rgatgan she'rimi dal Iz edi. Bugun Abdurim O'tkir apandi tavalludining 100 yilligi munosabati bilan bu yerda sizlarga bir deklamatsiya qilib beray. Xo'sh. Yosh edik, uzun safarga otlanib mang'anda biz, amdi otqa bingudak bo'p qoldi ana navrimiz. Oz edik, uzun safarga otlanib chiqqanda biz, amdi cho'ng karvon ataldik, qoldirib cho'llarda iz. Qoldi iz cho'llar ara, gohi davollarda yana, qoldi ni arslanlar, dash cho'lda qabrisiz.
Qabrisiz qoldi demang yulg'un qizargan dalida, gül çeçekке pürkünür tangna baharda qabrimiz. Qaldı iz, qaldı manzil, qaldı uzaqda hammasi, chiqsa bo'ron ko'si qumlar ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvan yo'lidan gerçi atlar bek uğruq, tapqısı hiç bo'lmasa bu izni bir kun, nevrimiz ya evrimiz. Şundaq o'ylaymanki, iz namlıq bu şiirni to'liq bilmisimi, azır köptür biladigan qeyrindaşlar köp salliq. Şüphesizki bu izning Uyg'urlarning erkinlikka bo'lgan arzusi, kurashchan, umid va ruhining yo'g'rilmasi bo'lganligidandir. Bu şiir men uchun amaliyotda bir otaning nurg'un jafoliq kashmishlarni yashagan, ko'p riyozatlar chekkan bo'lsa-mu, yana shunda qaysar, kuchlik, mardona bir otaning farzandiga zo'r ishonch va g'urur bilan aytayotgan jarangliq xitobi. Biz bu seferge atlanganda yaş edik, az edik. Qara, ballarımız çoğ boldu, qoşullarımız zoraydı. Qançılığan azamatlarımız şehit boldu. Bayavallarda qabrsiz qaldı. Yak, ular qabrsiz emas. Bepayan ana tuproq ular üçün maqbara. Qoyuq ösken qizil yolg'ullar ular üçün tizilgan gül dasta. Keynimizge qarsak şallık öçmez izlar. Aldığımızda yol teği uzun ve müşkül. İşençim kamil ki sizler kelgüsü evlatlar bu yolunu çoğun davamlaştıra alaysızlar. Mana bu men izni anlığan ya ki özüm okugan demlerde yürekim ve ruhim anlaydıgan haqiqi sada. Hoş, hürmetli qeyrindaşlar, esimizde bolsun ki, uluqluğudek kişilere bolmagan bir millet, biçare millet. Uluqlaşqa arziydigan kişileri var durup, ularını uluqlaşını bilmeslik, şu millet üçün bir nomus. Maqıl emise, 2023-yili men dünyanın her qaysı jaylardaki qeyrindaşlarının her xil faaliyetler bilen danlıq şairimiz, yazğıçımız Abdurrahim Ötkür Efendi'nin 100 yıllık təvəllüdüdə qutluqlaşını çin dilimdən ümid qılaman. Xoş əmsə, kelər qitimliq kitap oxuş programımızda görüşəylik. Aman bolaylik. Xeyr, xoş.